O'zbekiston fuqarolarini Yevropaga ishga jo'natish bo'yicha Mehnat migratsiyasi agentligi, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi juda ham ko'plab salmoqli ishlarga amalga oshiryapti va shu o'rinda O'zbekiston fuqarolarining yaxshi maosh olishi, yaxshi haq to'lanishi, mehnatlarining ish vaqtini kafolatlanishi va sug'urtalari, xullas hamma narsaga e'tibor bergan holda juda ham ko'plab Yevropa davlatlarini ish beruvchi firmalari, kompaniyalari, logistikalari va hokazo ishlar bilan shartnomalar imzolab O'zbekiston fuqarolarini ishga jo'natish bilan juda ham ijobiy amalga oshirilayotgan ishlar ko'payib bormoqda. Shu o'rinda yuk mashinasi haydovchilari uchun Bolgariyada ish taklif qilinyapti. Ish o'rnini taklif qilayotgan xususiy bandlik agentligi, ya'ni Yoz Global xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati. Bu ma'lumotlarni litsenziya raqami berilgan sanasi haqida opisaniyada yozib qo'yaman. Demak, ish joyi Bolgariyada, Yevropa bo'ylab mehnat shartnomasi 1 yildan 3 yilgacha tuziladi. Mehnat shartnomasida maosh 3000 yevrodan boshlab boshlanishi aytilyapti. Sinov muddati esa 1 oy bo'ladi. Ya'ni 1 oy sinov tariqasida ishlab berasiz. Amaliy imtihon joriy yil uchun 12 aprel qilib belgilangan. Tarqatib qo'yinglar, ayniqsa yuk haydovchi shofyorlarga. Bolgariyada 12 aprel kuni amaliy imtihon bo'ladi. Ish beruvchilarning talablari va shartlari havolada. Nomzodlarga talablar C+E toifali haydovchilik guvohnomasi, pasport nusxasi, sudlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma kerak. Imtiyozlarga keladigan bo'lsak, zamonaviy xavfsizlik va qulaylik standartlariga mos yangi yuk avtomobillari boshqariladi. Sug'urta bilan rasmiy mehnat shartnomasi ham tuziladi. Ro'yxatdan o'tish uchun opisaniyada shu yozuvni ustiga bossangiz, sarlavhani ustiga bossangiz, opisaniya chiqadi. Shu yerda saytni ham bemalol ko'rib to'ldirishingiz mumkin. Manzil Toshkent shahri, Novza metrosi, Toshkentdagi bosh ofis telefon raqamlarini ham pastda qoldirdim. Andijondagini ham, Farg'onadagini ham, Jizzaxdagini ham barchasiga qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni ham olishlaringiz mumkin. Eslatma: mehnat shartnomasi to'g'risidagi ish beruvchi bilan tuziladi. Hech qanday holatda Yoz Global xususiy bandlik agentligi kompaniyasi mehnat shartnomasi bo'yicha ish beruvchi sifatida ishtirok etmaydi. Ishga joylashtirish mutlaqo ixtiyoriy asosda amalga oshiriladi. Ma'lumotlarning to'g'ri va aniqligini Yoz Global xususiy bandlik agentligi o'sha silkaga kirsangizda ma'muriyati javobgar hisoblanadi. Yaqinlaringizga tarqating. So'nggi yangiliklarni Rossiyada va Yevropada xorijda ish ma'lumotlarini ushbu kanalda ko'rib borishlaringiz mumkin. Xullas, like tugmachasi sizlardan. Keyingi videolarda yaxshi ish o'rinlari haqida ma'lumotlarni berib borishni davom etamiz. Salomat bo'ling.